Bro. 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 Turkiyaga nima uxlayapsiz? Ustizda o'zi hamma ketib bo'ldi samolyotda. Biz qayerga keldik? Biz qayerdamiz? Bro, uyqusiraman ya, bro, Italiyaga bo'ldik. İtalya. 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 Tumali broncho. Yo, Herobrine bor. Amal keyin tekshirasiz, ketdik registratsiyaga. Eshik ochib qolib ketibdi hamma. Qoni ochib qolib ketdi. Ishchilar ishlamayapti-ku. Siz ko'p uxlayordingiz. Men 2 soat qarab o'tirdim pashti, bilasizmi? Men uxlaganingizni o'zi hamma ketib bo'lgandir. Asta chiqib ketamiz. O'zi hech qanday pullarsiz chiqib ketamiz. Yo, o'zi biletga pul to'laganmiz-ku. Bo'ldi, astagina chiqib ketaveramiz. Bo'ldi, hech kim ko'rmayapti. Battar pulimiz tejaladi va chiqib ketdik shaharga. Aytgancha sizda pulingiz bor? Sizga berdim. Menda pul yo'q ekan, hamma ketdik. Pul yo'q. Pul yo'q endi. Sizga beruvdimi? Men sizga qaytarib bergandim-ku. Samolyotga chiqishdan sizga pul beruvdimi? Ammo qayerdan bilaman, uxlab yotgandim. Nima bo'lganini bilmayman. Nimaga menga berasiz? Ana u mayli ketdiga. Yo'q, qayerga boryapsiz? Bursiz qayerga boryapsiz? Bilganmi? Asta borun. Qanaqalik bizga bo'lishim kerak? Ovoz, men yo'qda o'zim tashlayman. O'zim tashlayman. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie. To'xtang. Agarda yana shunaqa qiziqarli kontentlarni xohlasangiz, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Albatta, faqat shu yo'l orqali bizlarning kanalimizga qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Endi nima qilamiz? Kerak, ammo pullarimiz yo'q. Bu shaharga nimaga keldik? Yo'q, pul sizda bosmadi. Menda yo'q, men biror narsam yo'q meni. Yo'q, xudoga solib karochi. Hammasiga kulib qo'ydim. Bro, nima qilamiz endi? Bilmadim, nima qilamiz endi? O'zimiz tashlaveramiz keyin. Stop, to'xtanglar. O'zim tashlaveram bo'ldi. To'xtang, ko'rmay qolma, uzr, hozir ko'raylik. Bro, bu pul emas-da bu. 10 sent bu nima bo'ladi bu? To'xtang, 2 dollarimiz ham bor ekan. 2 ta sent bor. Taksiga pul topa olamizmi deb o'ylagan. Bu taksiga yetadi zo'rg'a. Qanday yashaymiz bro? Kvartira olib qanday yashaymiz biz? Meni aralashtirmayman. Mayli, qarang, bank bordir bu yerda ham bir kreditga pul olib keyin to'lab turarmiz pulni. Birinchi bankdan pul olib. Aytgancha bu odamlar yaxshi edi, Italiya odamlar yaxshi deb eshitgandim. Yana to'g'ri bo'lib chiqsin ish qilib. Day ketdik, taksi izlaymiz. Bankka olib qo'yishga bu shaharcha ham katta bo'lishi mumkin-da. Bro, Yandex taksi qiling, Yandex chaqiring. Bu yerda o'zi taksi topish qiyin-ov. Yandex o'zi. Ema sim kartam pul qolmabdi. Ha, hozir. Men telefonim qayerda edi? Mana telefon. Ishlang. Alo. Yandex taksi qachon kelar ekan? Bilmadim endi. To'xtam yurib turamiz. Ona keldi. Day chiqamiz, keyin. Kiring, yaxshi. A few moments later. Вообще uzoqlarga kelib qoldik. Bo'ldi, sherqami? Hacker bo'ldi, keldik. Mana brat, короче, plyus mana. Bo'ldi, mana shu yetadi. Mayli, sog' bo'ling, brat. Bo'pti, ana ketdilar. Yaxshi odam ekan. Короче, bankka ham yetib keldik-da. Da, bro, men o'sha bankka keldik, reylikda nimalar bor ekan. Ana, yaxshimisiz, yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Xo'p, bizga pul olgan kelgandik, kredit berib tura olmaysizmi? Men Italiya odamlari saxiy deb eshitgandim endi. Okey, qarashdak, brat, eshiting, ya'ni eshitinglar. Qarashdak sizlarga 400 ming berib tura olaman. Bir oyda to'lamasanglar, barobar to'lashinglar kerak bo'ladi. Nima deyapti bu? What the bro? Mayli, 400 ming dedim. Kam emasmi? 400. Pul qayerdan olsak bo'ladi pulni? O'ngdagi sandiqqa turibdi, o'ng tomondagi sandiqqa turibdi. Okey. Bo'l. 400 ming, okey, ber. Kashulakka solib qo'ying. Bu kam-u. Menga kam, bitta 3 ton olishga yetmaydimi? What the? Nima? Normanda bo'la. Tushunmadimi? Urib majag'ing chiqarib beraman, mana shu qo'limdagi miltiq ko'ryapsan. Rasistga miltiqlardan biri bu. Tushunmadimi? Normanda bo'l. Bro,
bro. O'tmadi-ku gapingiz. Ketdik bu yerdan asta ketaylik. Tushirib qo'ying qo'lingizni. Mayli o'sha payt tushgan, buni olib tushirib bo'lmaydi hozir. Bo'ldi, endi uy sotuvchi joyga borishimiz kerak, to'g'rimi? Ha, qayerdan topamiz? Ketdik. Ketaveraylik, oldimizdan bironta odam chiqib To'xtang, biz hal qilib olishimiz kerak. Nechini beramiz unga? 400 ming bor, $400 bor, ya'ni 400 ming deb hisoblasak ham, 400 ming bor. 350 minglarga olsak normali bo'ladi. Ha, to'g'ri. Ichib yeyish bor. Qornim hozir och qolib ketdi joyda. Hamma ovqatni men o'sha samolyotning ichida yuvdim, siz ekan ham siz uxlab qolganingiz uchun meni qornim to'q, shuning uchun. Qandaysiz, birodar? Yaxshimisiz? Yashash yaxshimi? Xo'p, siz italiyaliksiz, ha? Da. Uy sotiladigan kompaniyani joy qayerda, bilmaysizmi? Orqangizda turibdi. Shumi? Men shumi? Bo'ldi, rahmat, вообще kattakon. Ayday sog' bo'ling. Xo'p. Men ketaveraman unda. Bro, to'xtang. Men hozir bitta ishim chiqib qoldi, o'zingiz kirib chiqib qo'ying, okay? Bo'ldi, tushunarli bo'ldi. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, ishlaringiz yaxshimi? Va alaykum, keyin nima xizmat? Men sizni yoningizga normal joy sotib olish uchun kelgandim. Короче, $350 ga normal joy kerak edi. Pulni abadiy beradigan-da. Masalan, har oy pulni to'lab bermaymiz, shunaqa. Shunaqa uy kerak edi. Demak sizga abadiy beradigan uy kerak, ha? Bizda bor. Shunaqa uy bormi? Ha, unda bo'pti, hozir men pul menda bor emas-ku. Hekerda qolib ketdi, hozir heker qayerda edi? Tualetda yo'q. Kirishim mumkinmi? Hacker kirish ham bo'ldi, yaxshi qo'ying. Bo'pti. Hacker. Qo'shib turing. Men ham bir xolo qo'shib chiqay. Brat, qanday? Yuribsizmi? Soqollar qalay? Ana uydagilar tinchmi? Boya xotiningiz ko'rib qoldi. Bo'lib. Qo'sh, 50 ming qaytdimi? Mana 50 ming joyda, вообще. Qo'lin o'tadi уже, ketdik KFC'ga. Короче, birinchi uyni ko'raylik, qanday? Короче, men bu yerda, men bu orqa ko'chani, keyin chap taraf edi. Shuning bo'yicha bitta sariq uy. Bro, rangni bilasizmi? Yashil bu, ketdik. Mana bu. Demak, nima bu? Yo'q, hali qurilayotgan yo'q. Yo'q qo'yingchi bir. Lekin sarg'ish g'ishlar bor degandi. Bu yerda sariq yo'q-ku boshqa. Bu qaysi rang bu? Qizil rang demak. Qizil rangli uy degandi, короче. Men shu biz aldashdik $350. 350 ming. İçini ko'raylik. Eshik ham har xil. To'xtang, men qonni ochib qoldim. Yemaymi? What? Nimadan olgan narsa yeb keladi? To'xtang. Nima deyapti? Zo'rga bo'lib ketadi. Demak, bro. Mebel topdim. Bitta joy qo'yib qo'ying. Yes. Vala, KFC'ga ishataverasiz. Rahmat bro. Bo'pti, siz tanimayman. Qaqa ketdingiz. Bro, mana qara, ikkita har xil eshik kirinchkimi? Yo'q. Agarda mana bu ishlasa, demak bitta narsani maslahat qilishimiz kerak. Uyni ichida qilamiz. Uyda ichida qilamiz. Yo, bro, to'g'ri. Uyda ichida qilamiz degan gap. Uyni ichida suhbatlashamiz. Birinchi rejamiz bizani ishlash, pul topish, ya'ni har xil yo'llardan masalan ishlab вообще juda ham ko'p. Xohlagancha ishlayverishga. Ikkinchi plan qornimizni to'ydirish. Sizning taktikangiz. Bugun $50 yana ishlashimiz kerak. Tushunarlimi? Yes. Uchinchi plan ham bor, bro. Uchinchi plan nasbos uyni ham to'g'rilashimiz kerak. Bir bilan 2 bo'lgandan keyin. Yana bitta uni-da. Siz kravat yotasizmi? Men kravatda yotaman. Men yerda yotamanmi? Bro, men o'tirib uxlayolmayman. Qamayli, bro. Qaroshdagi planlarga o'tsak, birinchi plan qorin to'ydirishida. Yo'q, biza yana 50 ming topishimiz kerak. $50 bo'lgandan keyin bittasini ishlatib yuboramiz qoringa. Keyin undan keyin yana
hamma xohlagancha KFC, shashlik, pashlik, burger, короче, kabob buni. Короче, tarqalamiz. Siz o'sha yoqqa tarqalasiz, menimcha u yerda zavod bor. Men bu yerdan ish topaman. Agar bu yerda bo'lmasa, bu yerda bo'ladi, bu yerda bo'lmasa, bu yerda bo'ladi. Day, ketdik, ajallik. Okay, go. Let's go. Men baribir ish topolmadim. Hacker topgan bo'lish kerak. Bro, men ish topdim, bro, tezlashing, dahshat ish topdim.